Sesi iştiladim. To'xtang, qo'lingizni oling. Aytorasiz, o'zi tovush tortyapti u. Tovush olaradi. Podavateldan so'ng tuproqni bunkerga quyadi. Aha. Mana bunkerdan chiqib kelyapti. Mana lentaga tushadi. Mana lentaga tushadi. Lentaga tushsa ham shunda ham cho'pchi qo'ygan. Mana cho'pchi shunda ham. Lentadan chiqadi, cho'pchi oladi, maydasini elak oladi setga. Setga oladi. Bu apparatga kelaverar ekanlar bu. Mana shuni aytmoqchiman sizga. Bu eng birinchisi bu. Operatorni chaqirsangiz qani cho'p ichida. Ko'rsin. Operatorni chaqiring. Ko'rdi. Mana olyapti, tepadan olyapti. Mana tuproq. Mana bir dona cho'p ham yo'q. Mana. O'zim ham rosa ko'p operatorlik qilganman-ku. Iloji bo'lsa moteshini orasiga yana bittadan qo'shingda bularni bu yog'ini yopib, mashina o'zidan berish kerak ikki qatordan. Yarim effekti bilinadi. Yaxshi. Ashuni uni sinab ko'rganman. Xitoy shunaqa jo'natadi, 1 metr qilib, men uni yarim metr qilaman. Orasidan yana teshaman. Shu yerda o'zida sirazi birga tushsa, bayoqqa kelguncha to'liq tayyor bo'lishni boshlaydi. Hozir qoriladi. Oshga kelgan suv quygan bo'lib qolyapti. Sizga yaxshi 90%. Shunaqa qilsangiz, boshqalar olib boradi ishlagan bilan so'zlar yo'q. Lekin zo'r anaqa qilgansiz, yo'lga qo'ygansiz. Montajni o'zimiz qilganmiz, bizga hech kim o'rgatmagan. Zavodga olib kelganda ham Xitoydan o'zim olib kelganman. Mana doполнительный qilganlarimiz lenta, mana bu lenta и setka. Keyin tomir yo'q mana. Sizni bergan оборудованиеңiz. Qani, tuproqda tomir yo'q. Ko'pchilik elegim bor, ishim yaxshi chiqmayapti deydi-da. Sizlarni ko'rmoqchi, tanishmoqchi. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Siz uzoq joydan keldik, ko'rdik, Xudoga shukr. Lekin men sizga keling derdim. Aytganimga arziydimi? Arziydi, 100% arziydi. Rahmat. Siz bizni yuzimizni yorug' qilyapsiz, sizga o'xshaganlar. Allohga. Xudoga shukr, nima deydi? Bitta narsaki biz 99 ni qilganimizdan keyin 100 ni tutsa bo'lmasa foydasi yo'q 99. bergan оборудованиеңizdan biz xursandmiz. Kirib turgan ishlar siz ham xursandsiz. Biz xursandmiz, rahmat. Shunchalik odam xursand bo'ladi, qo'liq mehnat qilgan. Bu ish beradimi? Bizdan
haligi Allohga tavakkal qilib qilganmiz bu ishni. Masalan, hech qaysi davlatni xuddi shunday qilib chiqarmagan. Hech kimdan borib ko'chirib olmaganman. To'g'ri, Eron xuddi shu narsani chiqardi, lekin hech qayerda ish bermadi-da. Uni predelka qilib, qaytadan chizma qilib, hamma joyni o'zgartirib qildik. Biz o'ylaymiz, erta zavodga berishni rahim. Shundan foyda ko'rsin, shular degan maqsadda qilamiz. Har bir narsani sal foydalarni o'ylab, o'ylagan holda qilingan lekin. O'zlaringiz ham risk ko'rib, mana shunday katta mablag' tashlab, O'rta Osiyo, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston bilan 4 respublika bo'yicha shunday dasturlar tarqatib o'tibdilar. Sizlarni ham qancha odamlar duo qiladi. Sizlar ham shuncha yigitlar bilan bular ham shu Alloh ishlariga baraka bersin, umriga baraka bersin. Ro'zg'orida sog' salomat bo'lsin, bola-chaqa boshlab elimiz yurtimizga tinchlik. Barchalarimizni qalbiga joyatda ofiyatda bo'lsin. Sizlar ham mana shu yaxshi uylar bilan naforatga tashlayapsizlar. Qadamlaringizga hasanat. Alloh safarlaringizni tezlatsin. Elimiz, yurtimizga xayrli, savobli ishlarda sizlar ham bardavom bo'lmoqni, shamarpasda bo'lmoqni Alloh bersin. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar aziz bo'lishingiz tamom. O'tganlarimizga Alloh rahmat qilsin, qolganlarimizni salomat qilsin, bola-chaqalarimizni sog' salomat qilsin. O'qishdagilarni, ilm toliblarini ham ishlariga, o'qishlariga Alloh baraka bersin. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Bergan pullarga rozi bo'linglar. bilan oxiri duoga aylan. Rahmat.